Jambaqmaq nimada tasdiqdik. Bu yoqning ismi Yasin. Hozirgi iqtisodiy kasatchilikni eng echinishli oldi boshdan kechirayotgan birisi. Hammamiz shundaq-ku demanglar, ha? Ishonsanglar, u boyiqi tamaki qoldiqini 3-qatim terib tashlab qo'ydi. Bu bechora to'ttamga yolg'iz qarab o'ltasa, ata-onasi yo'qmidi deb o'yladinglar. Ras. O kichigidilla yetim qilib, momisi beqib cho'nqigan. Lekin o'tgan yili momisimi uni bu dunyoga tikandek yolg'iz qo'yib ketib qoldi. Ey bechora. Bu bayqushning kallasi ishlamdiki desa, halimi shu. Ishlamamdiki desa, ishlabmi qoladigandek. Hikoyamiz mushiyada boshlandi. Yasinning qandaqligiga o'zinglar baho berib olasizlar. Ustam. Nanalay. Ha, yaxshimi. Cho'nan qancha pul? Cho'nan 5 qo'y. Hamsima girdichi. 3 qo'y. Ma'qul, girdim buni olay. Ya bo'ldi. Ustam, birini nesiga berib turamsiz? 2 mingcha berita pulingizni. Ali. Ma'qul. Rahmat sizga hamsa. Ma'qul. Bo'ldi. Kishilar odatda qo'saq to'qlig'ach attidagi ishning planini qiladi. Ba'zilar tamoqni jiqyab olsa, qandoq sindirishning g'amini qilishadi. Shu topda og'inimiz Yasin nimalarni o'ylayotgandi? Aşı apsi tamaq pişti deb vaqasa mangmaydigan shumlarga ajab bir ish oldim. Ba'zida aşı apaşlaq balo olsamki deb o'ylayman. Yasinning qo'rsiqi to'ysa qiladigan birinchi ishi uxlash. Uyg'onib birdan bir qila oladiganini bo'lsa, tamoqning amalini qilish. Bunga nisbatan tamoq tejashning eng unumli amali uxlash. Qancha uzun uxlasa, shuncha yaxshi. Momamni tushib qopti buna. Momam tushimda yolg'iz bir daraxtning yonida bayliq bor deydi. Momam kichigimdan tortib meni aldab boqmagan. Momam tushimda meni qat'iy aldamaydi. Bir berib boqay. Momam degan daraxt mushi bog'iydi, ha? Shuniki momasining gapiga ishonib, mushadagi yolg'iz daraxtning tubidagi bayliqni ko'lig'ili keldi. Qani, ko'lab baqsin. Ishqilib, uyda so'zilib yotganday yaxshi. Rastınlı bir narsa yapıp oldu mu, neymi? Ya çoğa baba altın koku kakşı olsa? Altın emaskan baba? Çoğabın neyim kaldırıp koygan boğaydı bana? Düşüde momisinin degenidek bu yalğız daraxtning tubidan ras bir kası çıktı. Lekin bu oltin emaskan. Bu kasida bir hislab bormi deya. Bu Yasinning omitimi yoki
yangi bir azobning boshlanishi. Davomini keyingi qismda ko'raylik.